bemorimiz kelib qayerdan keldingiz? Nimadan? Masla zavodda. Qarshi Masla zavoddan kelibdilar. Oyoqlarini bu yoqdan qaltisib chiqqanlar. Qo'lingiz qayerda? Qo'ldan ishtamol past. Qo'lini hozir ko'rdik. Qo'lini ham, oyog'ini ham ko'rdik. Oyog'ingizdan bordi? Ha, bu oyoqdan ishtamol. Bu oyoqda ham shu tomonini chiqqan ekan. Bu tizzasidan ichki tomonidan ozgina qaltish bo'lgan ekan. Bitta odamni shu bitta, ikkita, uchta, to'rtta joydan qaltish bo'lgan. Hozir ko'rib nima qildik? Bu yo'q. Yaxshi, men bunga hozir ozgina qoldi deyapti. Agar telefonda ko'rinadigan bo'lsa, mana ishqon turibdi. Biz ko'rib chiqdik, hozir yana ko'ramiz. Nasib bo'lsa inshaalloh 2025 oxirgi klinikamizdagi oxirgi bemorimizni ko'rib, nasib bo'lsa lichna qildik. Qanday holat?